Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan bojxona idoralari bilan hamkorlikda Toshkent viloyatining Toshkent tumanida joylashgan Navoiy chegara bojxona postida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir jarayonida mamlakatimizdan qo'shni davlat tomon harakatlanayotgan Lacetti rusumli avtomashina to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, unda yo'lovchi sifatida ketayotgan Toshkent tumanida yashovchi 1978-yilda tug'ilgan fuqaroga tegishli selofan paketda 874 ming AQSh dollari borligi ma'lum bo'ldi. Hurmatli ishtirokchilar, xolislar, chet el valyutasi AQSh dollari ko'rinishida. Aniqlanishicha, u mazkur pul mablag'ini deklaratsiyasiz bojxona nazoratidan yashirib, Qozog'iston Respublikasiga olib o'tmoqchi bo'lgan. Bu yerga nimaga keldingiz? Pulimni chiqarmoqchi. Qanaqa pul? Qozog'istonga chiqishim kerak. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, ushbu xorijiy valyutalarni Toshkent shahridagi bozorlarda savdo qiluvchi shaxslardan yig'ib, mazkur ayolga bergan poytaxtda istiqomat qiluvchi 1989-yilda tug'ilgan fuqaroning Toshkent tumanidagi vaqtincha yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda, kelgusida Qozog'iston Respublikasiga olib o'tish uchun tayyorlab qo'yilgan 399.170 AQSh dollari borligi ham aniqlandi. Xonadonga olingan summa 399.170 dollar. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida jami 1.273.170 AQSh dollari ashyoviy dalil sifatida olindi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 182-moddasining 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda.